dolzarb muammolardan bittasi charchoq mavzusida bo'lib o'tadi. Nimaga hozir hammamiz charchaymiz va nima uchun degan savol meni qiynaydi. Qachonki biz ham tana, ham ruhiyat bilan birga ishlaganimizda keyin sog'lom muhitni yarata olishimizni mana shu amaliyotlarning jarayonida juda ko'p kuzatganman. Surunkali charchoq, bu ertalab turganda energiya yetishmasligi, bu doim ta'sirchanlik, odamlarning gapidan xafa bo'lib qolishi va uyqusi buzilishi. Mana shular hammasi demak nevrosiyani belgilar hisoblanadi. Onam juda ham energiya ayol edilar, juda ko'p ish qilardilar. Mana shuncha shu yoshda bo'lsa ham navara qadinglar, ovqat qilarlar. Hozir hech narsa oddiy patnisda ovqat ko'tarib ketayotgan ekanlar, charchab o'tirib qolibdilar. Hayronmiz, onam nega unaqa bo'lyaptilar? Ovqat ko'p, hazm buzilgan, insulin ko'tariladi, ortiqcha yuk qon tomirlarida aterosklerotik blyashkalar rivojlanadi. Shunchaki yuring desa, nimaga yurimsiz charchayman deydi. Hozirgi holatingizdagi bemor aniqlanish bo'yicha ko'proq depressiya. Keyin unga balodek ko'ringan. Oldingizda ikkita yo'l bor. Xohlang bir umr dori apteka bilan o'ting, lekin saqringiz battar bo'lib, yuragingiz quriydi. Nima deyapti? 62 yoshga kirdim, men shu 70 yoshda. Chunki inson tanasi bor, ruhiyati bor. Birgalikda kompleks chora-tadbir qilinmas ekan, ruhiyatidagi charchoq davom etaveradi, tanasi sog'lom bo'ladi yoki aksincha. Mana shularni kompleks tarzda o'rganilsa, bemor asl holatiga, ya'ni o'sha fitratiga deymiz, o'zini holatiga qaytishi osonlashadi. Assalomu alaykum. Bizni YouTube platformasida kuzatayotgan aziz muxlislarimiz, bugun sizlar bilan navbatdagi dolzarb muammolardan bittasi bu charchoq mavzusida bo'lib o'tadi. O'zimizda ham, ayniqsa ayollar orasida ko'p takrorlanadigan so'zlardan bittasi bu charchayapman. Ertalab turib charchayapman, ish qila olmayotganimdan charchayapman, ish qilmoqchi bo'laman, lekin kuchim yetmaydi degan shikoyatlarni bot-bot eshitamiz va o'zimiz ham takrorlab kelamiz. Va bu holatda charchashga ta'sir qiluvchi omillarni ikki soha mutaxassisi tomonidan bugun tavsiyalarini eshitamiz, sabablarni va oqibatlarini ko'rib chiqamiz va bugungi podkast siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Demak, bugungi podkastimizda Zaytun Medtip klinikasi asoschisi va bosh shifokori Sattar va Gulbahor ustozamiz hamda Gavhar Darvesh med sentri ham muallifi hamda bosh psixiatr psixoterapevti doktor Gavhar Darvesh bo'ladilar. Marhamat. Hozirgi kunda juda ko'pchilikda haqiqatan ham energiya yetishmovchiligi, charchoq yoki uy ishlariga ulgurmaslik yoki bo'lmasa farzand tarbiyasida qiynalish yoki oddiy ilm o'qishda ham charchash yoki miya tumanligi, ya'ni olayotgan ilmni ham hattoki kirmaslik darajasi juda ko'p uzatiladi. Va albatta mana shu shikoyatlar bilan juda ko'p menga tashrif buyuradi. Pediatrman, xavf tavbat mutaxassisiman, preventiv va integrativ shifokorman. Va ayni damda hozirgi charchoqning juda ham sababi ko'p. Mana nimaga endi avval ota-bobomiz davrida charchoq bo'lmaydi. Qiziqda, nimaga hozir hammamiz charchaymiz? Chunki hozir 21-asr bu atom asrida yashayapmiz va bu asrda ham tashqi muhit faktorlari, ham ichki stresslar juda ko'p ayollarda, ayniqsa mana ayol qizlarimizda charchoqni keltirib chiqaryapti. Jumladan nosog'lom turmush tarzi, shuningdek kechqurun yaxshi uxlamaslik, ovqatlarimiz tarkibida xilikatlar, shuningdek biz qabul qilayotgan turli parfumeriya mahsulotlaridagi og'ir metal tuzlari va kelsa antibiotik terapiya va boshqalarni juda ko'p qabul qilishimiz, shuningdek eng katta rollardan biri defitsitlar, hozirgi kunda temir oksidi kamqonligi, vitamin B guruhi yetishmovchiligi va hokazolar, ya'ni juda ko'p sabablar, jumladan gormonal sabablar ham ayol qizlarda, umuman ayol qiz emas, erkaklardan ayollar, hattoki bolalarda ham energiya yetishmovchiligi bo'lib keladi. Shu bemorlar bilan ishlaganda ham ba'zan kutilgan natijaga erisha olmayman. Va nima uchun degan savol meni qiynaydi. Va o'sha bemor bilan suhbatlashish davomida unda bir ruhiy holatda sferasida o'zgarish borligini payqayman va o'zimga fikri yaqin, shuningdek mentalitet jihatdan, chunki biz mana O'rta Osiyo xalqi o'zbekmiz, o'zimizga yarasha bizni udumlarimiz bor, to'g'rimi? Shunga munosib qarashlarimiz bor, shunga munosib bo'lgan psixoterapevt masalan Gavhar Darveshga jo'nataman va ana o'shanda chiroyli natija olaman. Ya'ni ham jism bilan ishlaganda, ham ruhiyat bilan ishlaganda, masalan men ruhiyatsiz ishlasam 70% olsam natija.
ruhiyat bilan ishlaganda 90-100%gacha judayam yaxshi natija olaman. Va albatta bizda har doim tabobatda ham preventiv va integrativ meditsinada ikkinchi miya, shuningdek miya ham judayam katta mana shu kasalliklarni boshqarishda, rivojlanishda, avj olishda katta rol o'ynashini his qilaman va har doim shunga harakat qilaman. Ya'ni qachonki biz ham tana, ham ruhiyat bilan birga ishlaganimizda keyin sog'lom muhitni yarata olishimizni mana shu amaliyotlarni jarayonida juda ko'p kuzatganman. Hozirgi aytgan tavsiyalaringiz va o'zingizning fikringizga mos holatda bo'lgan real bir kes bilan bo'lsangiz biz bilan. Juda yaxshi. Bunaqa tajribamda bemorlarim ko'p. Shulardan yaqindagi bemor misol keltiraman. Kelgan doimiy charchoq, holsizlik, asabiylik, uyquni buzilishi, shuningdek bu belgilarda sindrom Gilbert'ni ko'rgan. Albatta sindrom Gilbert bu biologik almashuvda muammo bo'ladi va o'zgarishi bu bemorlarda markaziy nerv sistemasida ko'proq aziyat chekadi. Boshqa bir klinika bilan birga ularda jigar bilan ishladim, o't qopi bilan sog'lom turmush tarzini shakllantirdim. Hammasini chiroylilashtirdim, lekin natija men kutgandek bo'lmadi. Ya'ni bemor yurak o'ynashi, depressiya, holsizlik, kuchsizlikdan baribir shikoyat qiladi. Keyin Gavhar Darvishga jo'natdim. Ma'lum vaqtdagi shunaqa chiroyli, go'zal, quvnoq, optimist bo'lgan bemor ko'z oldimga keldi-da, ya'ni qabulimga keldi. Endi uni nima qilgan Gavhar bilmayman, chunki bu uni sohasi. Men o'zim soham bajarib bo'lgandan keyin o'sha bemor bilan suhbatda agar ruhiy tarafdan muammo bo'lsa, albatta psixoterapevt ko'ruvga borishni doim tavsiya qilaman. Chunki ruhiyat bilan jasad uyg'unishadi. Bular ayri-ayri bo'lmaydi va albatta ruhiyat jasadni boshqaradi, jasad ruhiyatni boshqaradi. Bemor esimda, kecha qayta ko'rib ketdi. Ko'zlari kulgan, o'zini o'sha optimist holatiga qaytgan. Biz nima qildik? Birinchi bemorni diagnostika qildik. Temperamenti flegmatik chiqdi, shaxs tipi ham boshqa tipda chiqdi. Vaholanki ko'rinib turibdi, u xalik, gipertim ayolda, ya'ni tez qo'zg'aladigan, tez fikrlaydigan, harakatlari tez. Faqat hozirgi holati uni, ya'ni nevrosteniyadan tashxis qo'yildi. Bu nima? Bu surunkali charchoq, bu ertalab turganda energiya yetishmasligi, bu doim ta'sirchanlik, odamlarning gapidan xafa bo'lib qolishi va uyqusi buzilishi. Mana shular hammasi demak nevrosteniyaning belgilari hisoblanadi. Aniqlaganimizdan keyin tashxis qo'ydik, dori-darmon belgiladik va psixoterapiya o'tkazildi. Ya'ni klinikamizga psixolog ishlash jarayonida qadriyatimizga mos psixoterapiyaga yordamida bir haftada bemorimizda ancha o'zgarish bo'ldi va uyga jo'natganimizda ham unga mos keladigan dori-darmon tanlab berdik va natija juda ham xursand qildi. Ko'zlari kulgan, ko'zlariga nur qaytgan, oldingi aktiv holatiga qaytgan. O'sha Gilbert sindromini ham biz hisobga oldik. Boshida rosa xavotirda edi, menga dorilar tushmaydi, dorilarni ko'tara olmayman, allergiya ham bor. Bizda sugestiya ham o'tkaziladi, ya'ni bu dorilar siz uchun maxsus individual tanlanadi. Kerakli dozada sizni kasalligingizga mos qilib tanladik deb turib, haqiqatdan bu narsa bo'ladi va shundan keyin ancha bemor tinchlanadi. Shuni o'zida, ya'ni bizani suhbatimiz orqali ham ahvoli sekin-sekin yaxshilanishi boshlaydi. Avvalo ixlos, yaxshi niyat va mana sizni harakatingiz va meni harakatim bemorni to'liq hayotga qaytarish imkoni bo'ldi va bunaqa keyslarimiz bu Gulbahor opam bilan juda ham ko'p. Chunki inson tanasi bor, ruhiyat bor. Birgalikda kompleks chora-tadbir qilinmas ekan, ruhiyatidagi charchoq davom etaveradi, tanasi sog'lom bo'ladi yoki aksincha. Bu holatda ham surunkali stress, ya'ni o'sha doimiy ravishda kortizol yuqori va bu narsa butun organlar faoliyatiga ta'sir qiladi. Biz nima qilamiz? Biz kortizol miqdori pasaytiriladi, serotonin miqdori ko'tariladigan dori-darmonlar beriladi va uyquni yaxshilab, kun tartibini joyiga tushirib beramiz. Mana shularni kompleks tarzda o'rganganimizda bemor asl holatiga, ya'ni o'sha fitratiga deymiz, o'zini holatiga qaytishi osonlashadi. Shuning uchun bugungi kundagi surunkali charchoq juda ham ko'pchilikning muammosi. Ruhiyatda qanaqa bo'lishi mumkin? Charchoqning sabablari surunkali charchoq sindromini o'zi bo'lishi mumkin, nevrosteniya bo'lishi mumkin, shunchaki astenik shaxs bo'lishi mumkin. Ya'ni astenik shaxslar ham ko'p gapiradi, charchadim deb. Vaholanki nagruzkasi o'zgarmasa ham charchashi mumkin va aytganida nevrosteniya eng ko'p ko'rinadigan sabablar va depressiya ham shularning ichida. Depressiyada ham energiya yetishmasligi, harakat pasayishi va fikrlash pasayishi hamda kayfiyat tushkunligi bo'lgan. Mana shu charchoqni ruhiy sabablar aniqlangandan keyin biz tashxis qo'yamiz. Tashxis asosida to'g'ri davolash sxemasi belgilanadi va natijada bemor sekin-sekin o'zini asl holatiga qaytadi. Chunki juda ko'p ayol aytadi,
man quvnoq edim. Man shu charchoq anchadan beri charchab yuribman. Oldingi holatimga kelaman. Bugun qaburimga shunaqa ayol keldilar. 65-yilgi qizi aytayaptiki, qizi birga olib kelgan. Onam juda ham energiya ayol edilar, juda ko'p ish qilardilar. Mana shuncha shu yoshda bo'lsa-da ham navara qaringlar, ovqat qilarlar. Hozir hech narsa oddiy patnisda ovqat ko'tarib ketayotgan ekanlar, charchab o'tirib qolibdilar. Hayronmiz, onam nega unaqa bo'lyaptilar? Keyin men aytdim, bu oddiy kasallik, buni nomi nevrosiniya deyiladi. Biz davolab beramiz, ahvollari yana yaxshilanadi. O'zgararmikan, men doktor yo'q, uje qaridingmikan, qarinayli bo'ynimga olaverayman doktor. Lekin juda ham energiya ayoldi. Aytib, yo'q, bu nomi kasallik, davolasa bo'ladi, xudo xolisa o'z holingizga qaytasiz desa, mana bugundan davolashni boshlashdi. Ya'ni shunaqa keyslarimiz juda ham ko'p. Shunday holatlar ham bor, mana menda bemorlar bor, 40 yosh, lekin energiyasi 90 yoshdan ham battar. Hech narsaga yaramaydi. Bo'ldi, qaridim deydi, mana bir xil 30ga kirdim, o'tin bo'ldim deydigan eshitdi-da. Ya deyman, ham 30 bo'lsa qo'l nima bo'pti, yoshi nima farqi bor deyman-da. Va shunaqa bemorlar bor, 70 yoshdan o'tgan, fitnessga boradi, sog'lom turmush tarzini yaxshilaydi, har kuni qoshiga o'sma qo'yadi, zikr ibodat istig'for joyida shunaqa optimist bemorlar bor. Ya'ni bu biologik yosh, men aytaman, uncha ahamiyatga ega emas deyman. Birinchi o'rinda inson sog'lom turmush tarzini shakllantirsa, birinchi ruhiyatini to'g'ri olib borsa, qarilikni chegarasi yo'q. Xudo bergan umrga, ajalga sog'lom yetib borish mumkin. Masalan, tabibning vazifasi nima deyiladi? Tabobatda tabibning vazifasi o'lim degan chegaraga sog'lom olib borish, umrni uzaytirish emas. U Alloh taolo bergan umrgacha yashaydi. Lekin asosiy narsa birovga muhtoj bo'lmaslik, qiynalmaslik, o'zini ham boshqalardan azoblamaslik va sog'lom holatda chiroyli fikrlar bilan nariyoqqa ketish. Nimaga hozir juda ham mana charchoq ko'p? Nimaga ota-bobomizda bunaqa narsa bo'lmagan? Chunki hozir gaqor bu oddiy narsa, ekologiyani qarang, birinchi o'rinda. Tashqi muhitni biz o'zgartira olmaymiz-ku, to'g'rimi? Bundan tashqari jigar detoks juda ham qiyin hozir. Chunki hamma kirgan zaharlar jigar detoks qiladi, tozalaydi, o't qopiga qo'yadi, ma'lum qismini buyrakka jo'natadi va tashqariga chiqaradi. Avval ota-bobolarimiz bunaqa bo'lmagan. Nimaga? Ular organik ovqat yegan. Mana hozir organik ovqat o'zi bormi? Organik olma, bodring bormi? Juda qiyin. Tabiiy degan narsalarimiz ham yarmi ximika. Ekologiya chaqaq ximikat uni ustiga hammasi kam harakat hayot tarziga o'tganmiz. Avvalgi ota-bobomiz yurgan, yurdirgan, to'g'rimi? Ot choptirgan, ketmon chopgan. Hozir kim shunaqa qilyapti? Hatto uyimiz ham pilososa, robot pilososa qilamiz, to'g'rimi? Qancha kam harakat bo'lgan sari shuncha moddalarni shu pasayishga, shuncha mitoxondriyalarimiz jarohatlanishga olib keladi. Shuning uchun masalan, birorta hayvon qimirlamay qolsa, voy o'lib qolibdi deymiz. Inson zoti ham shunaqa. Mana bemorlarga kelib qimirlagisi kelmaydi. Ya'ni mana bizning misojda aytamiz, g'ayritabiiy balg'am ketkining ko'payishi, namlikning o'ta ortishi. Bu ham organizmda gormonal muvozanatni buzilishiga, mitoxondrial yetishmovchiligiga olib keladi. Natijada nima bo'ladi? Ovqat ko'p, hazm buzilgan, insulin ko'tariladi, ortiqcha yuk qon tomirlarida aterosklerotik blyashkalar rivojlanadi, shishadi va hokazo. Xohlaysam, xohlamaysam charchoq, ozgina yursam entikadi, hansiraydi, charchaydi, hech narsa xohlamaydi. Yurak ko'tarmaydi. Mana bir vaqtda ham bu jismoniy tarafdan zarar. Endi bunaqa odamga hatto mana bugun bemorim keldi. Shunchaki yuring desam, yura olmayman dedi. Qani soppa-sop. Shunchaki yuring desa, nimaga yurimsiz, charchayman dedi. Ay baraka topdi, mana vestni ko'ring, 100 kilosiz. Siz yurmasangiz, ovqat shunaqa yedi, non deydi. Ayniqsa uglevodga boy ovqatlar avval bo'lmaganda, pishiriqlar, qari shirinlar, xilma xil, to'g'rimi? Gahar bundan qutulish juda qiyin hozirgi zamonda, oson emas. Bolalarimiz shunga tobe bo'lib qolgan. Uyda ovqatni yemaydi, shu fast foodlarga, krishka, chips, bir narsa gazirovlarga o'tirib qolgan. Unaqa desak, kattalarda ham shu ahvolda. Yura olmayman dedi. Xohlamaydi, umuman xohish yo'q. Iroda sustligi mana. Shu bemorda ham mana hozir men aytdim, opajon, agar siz irodangiz yetmasa, men hech narsa qila olmayman, nevrogeniya, bulimiya deb o'yladim. Bir vaqt o'zida men insulin tushirganim bilan, saharni tushirganim bilan, lekin unda iroda kuchi yo'q-ku. Qila olmaydi. Sizni nimangizni tavsiya qildim. Xohlasangiz mana tajribali mutaxassisimiz bor, bitta ko'ring deb. Nimaga? Chunki nevrogen bulimiyani siz pasaytirib bermasangiz, men vaziyatdan chiqib keta olmayman. Bemorni korreksiya qila olmayman. Agar davolash jarayonida bemorda stress ustiga stress bo'lsa, chunki o'ylang, uni yema, buni yema deyman. Stress bo'ladi. Stressmi bu ham o'zi iroda yo'q.
xolodilnikka borib ochadi, yana asabiylashadi, yopadi, yana asabiylashadi. Ochlik to'qli gormonlar buzilib ketgan. Lekin birinchi o'rinda bu yerda ham ichak, ham miyada ketyapti-da buzilish. Ba'zi bemorlarim juda irodali. Masalan, shu sog'lom turmush tarzini shakllantiradi, fitnessga boradi, harakat qiladi. Lekin ba'zilarda men o'ylayman, siz aytgan shu depressiya, nimadir, nevrosteniya, borki umuman xohish yo'q. Hozir bemoringizni eshitib o'tiribman, depressiyaga o'xshayotdi, chunki harakatda ham charchab qoladi, kuchi yetmaydi. Endi shu ayol keldi, qaysi diabet, mana hozir tahlil, juda ko'p tahlil qildiraman, chunki realniy narsa bilan ishlashni xohlayman va bilamiz, preventiv meditsinada hujayra darajasida ishlanadi va bu qarshi meditsina. Tahlillarimda glikirlangan gemoglobin 7.3. Holbuki sahar qandli diabet tan olsa ham kelmaydi bemor. Charchaydi, yurak ishemik kasallik. 240 ga 120 darajagacha. Harakatni xohlamaydi. Semirib ketgan ishtaha dahshat. Xamirda yaxshi ko'radi, shirinlik stromin qatirib qoladi-da hali bemor. Endi men unga tushuntirish, kelinni olib kelgan urishyapti-da, ikkovining o'rtasida konflikt. Kelinni unga balodek ko'rinyapti. O'zi ashitdi, bir-biriga urishyapti-da. Xolanki kelini olib qo'ryapti. Ha, borib onamga ertalab ham shakar yemang, sahringiz ko'tarilib ketibdi. Shuncha dori ichaman, mana glukofagini nimalardanamda desam, men shunaqa yomon ko'radi dedi. Shunaqa jahli chiqadi. Bular qishloqda qofta bo'lgan dedi. Mehnat o'rgangan non yegan. Endi qishloqda asosiy ozuqa o'g'il-o'tki non. Shunaqa ko'p. Holbuki non og'izga solishingizga kraxmal parchalanib glukozaga aylanadi. Va bu insulinni ko'taradi. Insulin qancha ko'targansa, stress gormoni, kortizol ham ko'tariladi. Bular hammasi bir-biri bilan ishlaydi. Qopqonsimon bez gormoni tushadi. Kortizol ham bir umr ko'tara olmaydi. Oxiri ko'tarilib bizda buyrak usti bezi charchash sindromi deymiz. Mana. Oxiri u istasheniga, ya'ni kuchsizlanishni boshlaydi. Shuning uchun xohisham yo'q, irodam yo'q, hech narsani qilishni xohlamayman. Bemorga dietani gapiryapman, jahli chiqyapti-da, jahli chiqyapti. Chunki charchagan, kuchi yetmayapti, urinib boryapti, har safar dietasi barbisrif bo'ladi. Ha, keyin men aytdim, o'ylandim, to'xta dedim. Hozir mashina qilishing kerak, bo'lmasam kelmadingmi? Odatda chunki effekt ola olmaysiz-da. Ovqatni to'g'rilab, hayotni to'g'rilamaysiz, yurishni xohlamaydi, umuman xohlamaydi. Oyog'im og'riyapti dedi. Holbuki o'tiraverganda paylarim artroz bo'lib, bo'g'imlardan rivojlangan, oyoqlashib ketganda bemorda. Keyin o'yladim, buni nima qilishim kerak? O'yladim, nevrogeniya bulimiyaga o'xshaydi dedim. Chunki o'zim umuman nazorat qila olmaydi. Oxiri yig'lab olyapti-da, men aqtiy qilganim yo'q. Sizlar meni tushunmayapsizlar. Mana ruhiyat ruhiyat ko'ryapsizmi? Men aytdim, sizga yordam beraman. Xo'p, obajon, holatingiz korreksiya qilaman, lekin oldingizda ikkita yo'l bor. Xohlang bir umr dori apteka bilan o'ting, lekin saqringiz battar bo'lib, buyragingiz quriydi. Ko'zingiz xiralashadi, oyoqlaringiz yara bo'ladi va shu darajada oshqozonida kislotali kamayganki, o't qopi shunaqa zastoy, ya'ni dimlanib qolganki, tinimsiz anaqa ijoka bo'ladi. Uni o'ylaydiki, miyada bo'lsa kislota ko'payib ketgan deydi. Uni shikoyat faqat shu, nima bo'lsa ijogani to'xtatib bersang bo'ldi. Holbuki unda nosog'lom turmush tarzi, o't qopdek dimlanish, oshqozon kislotasini pasayishi, yurak usti bezini charchashi, yurak ishemik kasallik, bu hammasi anavi qandli diabet o'zi asorati, polinevropatiyalar hammasi bor. Lekin uni men sog'lom turmush tarziga o'tkazishim uchun uni miyasini tayyor emasda bemor. Kelin bilan shunaqa urushyapti. Bor dahaga jang ketyapti. Kelinni oyjon siz kasal bo'lishingiz, yotib qolishdan qolamansa, nima deyapti? 62 yoshga kirdim, men shu 7 yoshda. Keyin aytdim, xo'p, hozir mana tasavvurli shu davleniya bilan chiqib, insult infarkt bo'lsangiz, bir joyda yotib qolasiz, bir umr mo'ltillab o'tirasiz edi. Yoki oyog'ingiz kesilsa, gangrena bo'lib yoki nimadir bo'lib, mana qandli diabet asoratsiz bir umr o'tirasiz. Shu sizga yoqadimi? Yo'q, hozir imkoningiz borligida yurmayotganingiz uchun majbur bo'ldingiz. Endi o'yladimki, lekin qiyinda hali bemorni men sog'lom turmush tarziga o'tkazishimga miyasi tayyor emas. Qabul qilishi ham sekinlashib ketdi. U xohlamaydi. Bor, u uchun non yemaslik stress. Umuman hali iroda kuchi ham shu darajada tushib ketgan. Buni yechimi bor deb, Bahor aka, biz mana xuddi mana shunaqa nerv bulimiyasi deymiz, biz buni mayli buzilishi deymiz. Mayl buzilishini korreksiya qiladigan dorilar bor. Maylni kamaytiradigan, xulq-atvorni korreksiya qilish orqali mana hozirgi holatingizdagi bemor aniqlanish bo'yicha ko'proq depressiya. Bizga keladi, semirib ketgan, faqat shirinlik yeydi yoki faqat fast food yeydi. Nega? Quvonarli boshqa narsa yo'qda, hayotida faqat ofatdan lazzat oladi xolos.
Ya'ni ovqat yegandagina halovat topadi. Boshqa payt xavotirda, tushkunlikda uyqusi buzilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yeganda maza qilgani uchun yeyish ko'payib ketadi. Va aytganingizdek ora-orada yeydimi, to'xtata olmaydi, ko'p yeb qo'yadi, shirin yeb qo'yadi va o'shandan maza qiladi. Ya'ni faqat o'sha dopamin o'shandan olinadi. Biz depressiyani sekin korreksiya qilishni boshlaganimizdan keyin bir haftada 7-8 kilodan vazn tashlashadi bemorlar. Sababi nima edi? Sababi shunchaki, oshqozon udovольствие lazzat markazi edi-ku, biz uni o'zgartirdik. Miyani o'zida o'sha yana boshqa narsalar bilan xursand bo'lishni boshlagan edi. O'shaning uchun albatta aytganingizdek ruhiyat bilan ishlanadi, ana undan keyin natija bo'ladi. Albatta shuning uchun har doim o'ylaymanki, agar bemorda ruhiyatda buzilish bormi, baribir ruhiyatni korreksiya qilmasiz natija ololmaysiz ekanda. Baribir xohlaysan, xohlamaysan. Ruhiyat buzilgan odam shirinlik yegan sari mana siz aytmoqchi. Unda ichak mikrobiomi ham buziladi. Xohlaysiz. Shunaqa kandida ko'payadiki, kandidani ovqatlantirmasdan turib u yasha olmaydi. Ichak mikroflorasi serotonin, dopamin ishlab chiqaradi. Haligi miya aytdim, miya ochgandan keyin buyog'dan beradi. Endi buni markazi bo'ladi va buni qoniqtiruvchi shirinlik bo'ladi. Qancha shirin yegan sari to'g'ri serotonin, dopamin mana siz aytgandek otadi, lekin ichagida ham disbalans, gormonlarda disbalans, modellanishning buzilishi. Shuningdek glikatsiya degan narsa bor, bu qarish. Ya'ni mana shu uglevodni, shakarning oqsil bilan birga parchalanishi. Glikatsiya yuzda ajin bo'lib keladi. Mana shunaqa ayollar ko'ramiz, ichi yuziga qarasa shunaqa ajin bosib ketgan. Juda ko'pda glikatsiya deyiladi, ya'ni o'ta shirinlik ko'payish. Bo'g'imlarda artroz, bel umurtqalarida ham xuddi shunaqa buzilishlar, shuningdek varikoz gemoroy bu ham oqsib yetishmovchiligini hisobiga bo'ladigan narsa. Organizm oson energiya manbaiga o'tadi-da, ya'ni uglevod degan bo'ladi. Mana biz bemor depressiyaga tushgan bemorlarimiz kofe ichishni boshlaydi. Kofe, shokolad, chunki qisqa muddatli dopamin energiyani vaqtincha muddatga tiklab turish, lekin bu kofega qaramlikka sabab bo'ladi. Bir qizimiz kelgan edi, bir kunda 19-12 tadan 19 tagacha chashoga ancha ichadi. Qora achchiq haqiqiy kofe va shokolad edi, bo'ldi. Hech narsa yo'q. Og'ir depressiyada kelgan, hech narsa xohlamaydi, odamlar bilan urushadi. Davolashni boshladik. 2 ta chashkagacha tushdi-da. Bizdan chiqib ketayotganda umuman kofe qolmadi. Ratsiondan chiqib ketdi. O'shaning uchun ruhiyat va tana birgalikda ishlagandagina natija bo'ladi va biz ikkita sistemamiz. Uni bundan ajratib bo'ladi. Shu o'rinda baribir o'zimizning shayx olimlari, mutafakkarlarini inson bizga tavsiya yozib qoldirgan qo'llanmalarida aytib o'tilganki, ruhiyat salomat bo'lsa, tana salomat bo'ladi. Tana salomat bo'lsa, ruhiyat salomat bo'ladi. Va mana shu ikki tushuncha bitta joyda jamlansagina inson demak kamolatda va sog'lom hayotda yashashga demak zamin yaratilgan bo'lar ekan. Qarang, biz hozir zamon 21-asrda turibmiz-da, ya'ni axborot asri bu, albatta surunkali stressga sabab bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda stressning sabablari juda ko'p. Biz buni ko'ryapmiz, tan olamiz va hayotimiz davomida bunaqa kasalliklarni ko'rib, davolash yo'llarini ko'ryapmiz. Lekin qarang, 9-asrda al-Barhi, Masalik al-Abdan va al-Anfus, ya'ni tana va ruh ozuqasi degan kitob yozgan, ya'ni tana va qalb ozuqasi. O'sha yerda ruhiyatga ta'sir qiluvchi tashqi va ichki omillar haqida gapirgan. Mana siz hozir gapirayotganingiz bu hammasi ko'proq ichki omillar, ya'ni ruhiyat buziladi va tanada o'zgarishlar bo'ladi. Undan tashqari tashqi omillar bor, bizga bog'liq bo'lmagan, ya'ni Buxor Pamet aytganlarida ekologiya, shimras, yana moddalar o'zgargani, xuddi shu kabi ruhiyatga ta'sir qiladigan bugungi kunda informatsiya ochiq. Ya'ni odam bugungi kunda informatsiya qabul iste'mol qiluvchi mavjudotga aylanib qoldi. Vaholanki inson kamolatga erishish uchun, halovatga erishish uchun unga sukutda tafakkur qiladi, sukutda o'sadi va o'shanda rivojlanadi. Hozir biz potok axborotlarni qabul qilamiz, xuddi kompyuterga o'xshaymiz, umumiy qabul qilamiz. Qachon uni hazm qilib, qachon uni tafakkur qilib, qachon amalda qo'llaymiz. Mana shu oradagi muddatlar yo'qda bizda. Shuning uchun stress bilan bog'liq muammolar ko'p, stress bilan bog'liq depressiya deymiz, nevrozda deymiz, surunkali stress va bizni ruhiyatimizga shunaqa ta'sir qilyapti. Albatta birinchi ruhiyatda boshlanadi, keyin tanaga o'tadi. Chunki ruhiyat mana bizda vegetativ buzilishlar degan narsa bor. Masalan, depressiya bilan keldimi bemor, oldin kayfiyat buziladi. 2 haftadan ortsa biz уже kasallik deb qaraymiz. Kayfiyat buziladi, fikrlash sekinlashadi, harakati pasayadi. Endi uyqusi buziladi. Chunki miya tanaga bildirishgisi keladi. Uyqusini buzarki, yuragi tez urishni boshlaydi. Ichi ketadi yoki ichi qotadi.
teriga toshmani toshishi mumkin va hokazo. Bu endi ruhiyat menga so'z yordam kerak ekan. Va shunaqa holatgacha olib borishadi bemorlar. Kardiologga boradi, nevrologga boradi, hammaga borib tekshirib chiqadi, hamma yog'i sog'lom. Qarasa keyin oxiri psixiatrga boradi endi biz ikkita uchta tabletka bilan yillar davomida qiynalgan muammosini hal qilishimiz mumkin. Biz hozir tanasida va ruhiyatida muammosi bor insonlar haqida gapirdik-da, bu meditsinaning asosiy yo'nalishi, lekin tibbiyot va tabobatga oldindan ma'lumki, o'sha kasalliklarni oldini olish, umrni uzaytirish yo'llari ham bor, yechimlar bor. Bu endi bizda masalan psixota'lim deyilsa, besavodxonlikni oshirish deyiladi, meditsina, to'g'rimi? Mana shu bilimlarni olish orqali ham inson o'zini tetik his qilishi, charchagan paytda qisqa charchoqlarni dam olish bilan o'rnini to'ldirishi va stressga chidamlilikni oshirish yo'li bilan biz boyaga aytayotgan stresslarni boshqara olishi mumkin. Ya'ni inson o'zini g'azabini nazorat qilishi, o'zidagi o'sha agressiyani kamaytirishi va stress bo'lganda o'zini qanaqa tutishi ilmlar orqali inson bugungi kunda ruhiy va tana salomatligini saqlab qolishi mumkin. Endi hozir biz oldimizdagi vazifa mana shu sog'lom insonlarga to'g'ri tavsiyalar berish orqali kasallikgacha bo'lgan yo'lni bartaraf qilish. Chunki hozir hamma ongli yashayapti, bilimlar bor, amalda qo'llashyapti. Qaysidir yetishmagan joylarida o'sha psixota'lim yoki tibbiy savodxonlik bilan insonlarga bilimlarni berish va uni amalda qo'llash orqali ham bizni salomatligini yana ham o'zini tetik va yana ham muvaffaqiyatli, barqaror, halovatda his qilishlariga bizga o'xshagan mutaxassislarda yechim bor. Hozirgi kunda sog'lom yashash oson emas. Lekin sog'lom yashasa bo'ladi. Qanday qilib? Ilm bilan. Ilm najotda. Shu sog'lom yashashning o'zi sirlari bor. Ham bu mana jismga oid sirlar, ham ruhiyatga oid sirlar. Agar mana shu ikkovini birlashtirsa odam keyin kamroq doktorga tushadigan, kamroq aptekaga boradigan bo'ladi. Uni tejaydi, vaqtini tejaydi. Bundan tashqari farzandlarni ham to'g'ri tarbiya qiladi. Chunki men har doim ayollarni ilm olishiga ko'proq targ'ib qilaman. Siz ham men ham albatta. Nimaga? Chunki ayollar bu ona. Oilani asosiy oziq-ovqati bilan, bolalar tarbiyasi bilan, sog'lom turmush tarzi bilan ko'proq ona shug'ullanadi. Tibbiy xodim ona, tibbiy xodim bolani tarbiyalaydi. Shuncha har doim aytaman, hech kim siz sog'lig'ingizga jon ko'chtirmaydi o'zingizcha. To'g'rimi? Qachonki tibbiy savodxonlikda oshirilsa, keyin sog'lom turmush tarzi shakllanadi. Chunki qancha biz nima deydi, qancha texnika rivojlangan sari, qancha ekologiya ommalashgan sari shuncha qiyin yashashga majburmiz. Masalan, avval ota-bobomiz umuman tibbiy tushuncha bo'lmagan. Hatto jigar bilan o'tqoq qattanligini bilmagan. Ular kasal ham bo'lmagan. Agar o'zingizni tibbiy savodxonligingizni oshirsangiz, shunda siz aytgan sog'lom bola, sog'lom kelajak va sog'lom millat. Ona qancha o'rgansa, izlansa, bu nafaqat o'ziga, balki butun bir oilasiga va millatga ham o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmas ekan. Va ilm olishda eng katta gap qoladi va ilm bo'lsagina miyada fikr paydo bo'ladi. Miyada fikr paydo bo'ldimi, u qayeriga qanday qilib e'tibor berish kerakligini ongli ravishda o'zi tushuna boshlaydi. Endi bu yerda masalan jismni salomatlik qilish oson, lekin ruhiyatni salomatlik turli psixologlar bor, ochiq o'zim ham qo'rqaman-da ular fikrlashdan. Ochiq gap. Chunki Yevropani mentaliteti bilan bizni mentalitet umuman bir-biriga tushmaydi. Bizni dunyo qarashimiz boshqacha, bizni o'ziga xos odoblar bor, to'g'rimi? Avloddan avlodga o'tib kelgan ota-bobomizdan meros bo'lgan. Mana shularni o'ziga singdirgan psixologlar topish ham qiyin. Psixoterapevtlarni ham topish qiyin. Shuning uchun masalan ilmni ham olish kerak. To'g'ri qadriyatlarga asoslangan mana shu ilmlar o'qish kerak deb o'ylayman. Shu joyda bitta misol kelib qoldi. Bugun bir ayol keldilar, qizlarni olib kelmoqchi, 19 yosh qiz. Psixologlarga olib borgan, eshitgan ko'proqda va hozir qizi sharti nima? Men o'zimga o'zim xonman, o'zimga o'zim bekman. Ota-onasiga aytarkan, talab qo'yarkan, bo'lmasa oddiy o'qituvchilarning borlari, men taksida boraman, taksida kelaman, menga pul tayyorlab qo'y. Puli yo'q desa, unda o'zim topaman, menga qo'yib qo'yiladi, bu yigitlar bilan ozgina yurishni boshlabdi-da. Ya'ni mentalitetga xos bo'lmagan ilm bizni o'zbek qadriyatlarimizga mos emas va bugungi kunda bolalarimizni, yoshlarimizni tarbiyasiga teskari ta'sir qiladi. Va shu qizni iddaosi nima? Men ketaman, O'zbekistonda yashamayman, men ketaman.
qayerda menga zulm bo'lmasa, ota-ona nasihat qilmasa va man o'zimga o'zimga bek bo'ladigan davlatga ketaman deb oyoqda turib olgan. Onasi kelyaptiki, man olib kelolmadim qizimni, nima yordam bersam bo'ladi? Afsuski biz uyga borib yordam bera olmaymiz. Klinika sharoitida yordam berishimiz mumkin. Bunaqa misollarimiz haqiqatan juda ko'p. Demak, ilmni qayerda olish kerak, kimdan olish kerak va ustozni to'g'ri tanlash bu juda ham muhim. Aytganingizdek, mentalitetga, qadriyatlarga mos ustozlar sanoqli. Shunaqa. Albatta mana bugungi bemorlar qiz bola keldi, 100 kiloga yaqin. Onasi olib kelganda bemorim. Olib keldi, semizlik sababini gaplashyapmiz. Keyin onasini sen qarisan deb qarang, ona. Men o'zim yomon his qilyapman. Qari bu babuля dedi. Sen erkalatib aytyapsan, sen yo'q dedi. Qarang, bir ishi bor, babuля dedi. Men 35 yoshimda tuqqanman, shunga meni babuля deyapti. Qarang, men dedi jirkanaman dedi. Gapni qarang. Keyin onasini chiqardi. Qizim, shu babulyani boshqami, seni ne'mating shu. Seni onang mehribon ertak bo'lib o'tib ketsa, sen topa olmaysan, menga farqi yo'q dedi. Men shunaqaman, men psixopatman dedi. Hayron qoldim-da, sen bildimki qaysi psixolog yoki psixoterapevt qanday bo'lsa shunday yasha. O'zing haliga qanday xohlasa shunday chiqarmadi. U onasiga sen qarisan deyapti, sen bilan yurgim kelmayapti deyapti. Qarang, gapda-da, men psixopat, men shunaqa gapiraman, meni borim shu, shunday qabul qilsa xolasi shu deydi. 19 yosh. 19 yoshli qiz. Tumandagi Mana qaraganda hayron qolish kerakmi? Men bildimki, chunki o'ziga psixopat deb tashxis qo'yish uchun qaysi psixolog yoki psixoterapevt aytadi, o'zicha men psixopatman deb. Chunki u o'zini gapi emasligi bilinib turibdi-da. Keyin aytam, qizim, sen psixopat emassan sen. Sen sog'lomsan, qanaqadir otasi bilan birga yashamas ekan, endi so'radim. Endi balki senda alamzadalik, balki ruhiy travmalar bo'lgandir, shuning uchun shunaqadirsan. Uni o'rniga onajonim, mehribonim demaysanmi? Mani qariganda topganim, meni dunyoga keltirganim, shu bo'shgan yuzlaringiz nega loladek ko'rinadi desa bo'lmasa, yo'q, men xohlamayman dedi. Men shundayman, psixopatman, shunday qabul qilsin men dedi. Yo'q. Qaraydi, men hayron qolyapman-da. Nahotki onaga bizni mentalitetda shunaqa deyilsa, nahotki men psixopatman, xohlaganim gapiraman, nima borimcha chiqaraman, shuni qabul qilish kerak degan narsa qayerdan kirib kelyapti bizga? Chunki bizda bu nima qulay pozitsiya. Bu ya'ni qulay pozitsiya, men shunaqa ekanman, menga nima narsa mumkin ekan deb o'zini axloqsizligini shu tomon bilan nima deb aytayapman? Suab qo'yish ustida. Keyin aytdim, albatta psixoterapevt deb xohlasangiz mana Gavhar Darvish bor, xohlasangiz yoki endi ular hali bir nima ham tavsiya qildim, psixoterapevt bor, shunga ozgina gaplashgan qizim. Sen psixopat emassan, sen sog'lom, chiroyli, yaxshi qilsan. Onang seni yaxshi ko'rsa, sen onangni yaxshi ko'rsan, shunchaki sen ifodalashni bilmayapsan deb o'zimni korreksiyamni yozdim. Psixoterapevtni tavsiya qilib chiqardim. Endi bilmadim, sizga boram, boshqaga boram, nima bo'lsa ham men shundan xulosaga keldimki, demak, milliy qadriyatlarimizga asoslangan psixoterapevt, psixologlarga biz muhtojmiz. Men shu xulosaga keldim. Demak, mana ustozlar, sizlarning suhbatingizni eshitib, o'zim ham baxil bo'lib qoldim, to'g'risi. Chunki inson qancha eshitgan sari va ustozlardan to'g'ri bilimlarni, tavsiyalarni eshitgan sari o'zidagi xatolarni ko'rishni boshlaydi va o'zini yaqinlarga qanday yordam berishni o'ylab qoladi-da. Mana shu ikki soha vakillarini, bilimlarini bir joyda olish imkoniyati bo'lsa-yu, biz ayollar maza qilib ruhiy salomatligimizni va tana bilan bog'liq bo'lgan salomatligimizni tiklasak, siz bizda qanday loyihalar bo'lishini kutyapsiz va qanday takliflar berasiz? Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring.